بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول الأرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Parvardigora shu o'qilgan tilovat qilganimizning darajasini qabul aylagan. Undan hosil bo'lgan savobdan avvalo payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruh poklariga hamda bu dunyodan o'tgan jamiki ahli islom marhum va marhumalarning arvohlariga, xususan mana shu yerda yotgan ajdodimiz, bobokalonimiz Muhammad Zahiriddin Bobur ruh poklariga baxshida qildi. Yotgan joylarini Ali rahmat, sho'ista jannat qilib, qabrlarini Qur'on nuridan munavvarlaydi. Parvardigora o'zing qiyomatda jannat naimlariga dohil bo'lishingni nasib qilsin. Sallallohu ta'ala alayhi va sallam.